24 rosa. Nechtamiz? 12tamiz? Mana 2 rosalarda. Og'iz ishlash mumkin emas. Og'iz ishlash mumkin emas. O'zbek yozish mumkin emas. Baqirish chaqirish mumkin emas. Faqatgina imo ishoralar orqali tushuntirish mumkin. Tushunarli? Deyish mumkin emas. Boshdan o'z ovoz chiqmaslik kerak. Xo'pmi? Faqatgina ko'rsatamiz va bu yerdagilar arabchasini aytish kerak, o'zbekcha emas. O'zbekcha qabul qilinmaydi. Agar misol uchun qizlar ko'rsatayotganda bolalar aytib qo'ysa, bolalarga -1 bor. Tushundinglar? Endi eshtinglar. Har bitta topilgan to'g'ri javob uchun mana 3 ga bermaymiz bu safar. Ikkalasini ham topsa. Har bitta to'g'ri mana misol uchun qizlarga o'sha hisobda 6 kishi har joyga 2 tadan o'rganadi, 12 ta savol bor. Bolalarga 12 ta savol bor. Tamam? Ya'ni so'z bor. Misol uchun 2 ta to'g'ri topsa, hamma qizlar 12 ga ham, ya'ni hamma qizlar 12 ga olgan bo'ladi. Bolalar ham xuddi shunday. Bolalar ham 12 ta 12 to'g'risida hamma bolalarga 12 baldan beramiz. Necha bitta bo'ladi? Gapir, Yo'q, men chiqaverdim. Ular roshan ketsin. Endi keyingi masala vaqt. Har bitta javobni topishni ko'rsatishlik uchun 20 sekund to'g'ri javob topasizlar. 10 sekund ichida topib berasizlar. Topolmasanglar o'sha savol ishtirishgan bo'ladi. Tushunarli? Endi birinchi qizlardan boshlaylikmi? Bo'ladi. Men bu qo'rqdimmi? Men qo'rqdim. Birinchi qizlardan dedi. Nimaga? Oy, mana sizdan boshqa. O'qiding? Yo'q. Yaxshi. Zakariya. Çok ketdi. Bitta bemayli bittasi. Tushundingmi? Ketdimi? Aynen. Bular Yaponiya kanalda topdingmi? Başvur. Bu yerga yaxshi. Sizlar birinchi chiqish kerak. Aynaga bosib kelmayapman, ha? Ana bo'ldi. Hop, Muhammadul Zohid. O'zing tanlamayapti? Tanladim. Qo'ying. Yaxshi ham ko'rib qolmadim oxirigacha. Ana bo'lmasa. Gapirma. Ketdimi? Ochiq. Maftuhun. Vaqting ketyapti. Maftuhun. Sut qoldi? 10 sekund. 9, 8, 7, 6. Vaqt tugadi. O'qaldingmi? Bor. Bo'ldi, vaqt ketdi. Vaqt ketdi. O'g'li. Hozir biz jarayonni ko'rsatdik. Ana, Bir. Ben bilmiyorum. Geldi. Nereye? Bak. Tamam. Birinchi taymdan keyin bolalarda to'rba, qizlarda endi ko'ramiz. Ketdik. Robiya xon tafakkuri. O'qaldida oson. Juda oson, juda. Uzun. Yaxshi, juda. Agar kimlardir kitob ko'rib qolsam, menda xafa bo'lmang. Bilasizmi? Yaxshi. Mikvatim. Yaxshi. Yana Soliha xonga navbat beraman. Bir, ikki, uch vaqt ketdi. Harakati bor. Bilasizmi, vaqt ketdi. Malades, Ruhiyaxon.
Vaqt ketdi. Bilasizmi? Bu desta. Ko'rsatishlar oson. Qaraymi? Chalib ketringlar. Necha kun qoldi? 3 Nima edi so'z? Darvoza. Oxirgisi jim. Oo, tushib bergan so'zni qaranglar. Qolaman so'zi edi. Hozir o'tir. Demak, birinchi taym. Bilasanmi? Sayun. Bolalarda bir bal yana. Oo. Bilasanmi? Nasıl oson? Tek. Yo'q. İyi. Katta kichik. Bilasan bo'lsa. Bunga boshqa tovoq taqib beramiz. Qo'qaldinglar. Vaqt ketdi. Baba, bir baba. Madrasatim. İki, bir. Üç. O'zingdan topishni bilmading. Bo'ldi. Eng osonlardan bittasi. Nima? Bolalarda birinchi kundan keyin 2 bal. Qarang, shunga qarang. Jim ketdi. Bildim, lekin ko'rsatsa bo'ladi. Roling. Balalar, zo'r. Sizlarda bir bal. Bo'ldi, saytdan qilasiga oxirida boshqa tan beriladi. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Necha oson. İki, bir. Ketdi. O'xshash iloji bormi? Iloj bormi? Harakat qilib ko'r. 30 sekund. Vaqt. Jarang. Yo'q, aql bitasini aytmam. Bor, bor. Oxirgisi. Yo g'alaba.
Rasul. Sayın Mahmut. Sayın Maruf, bak Munisa kaldı. Sayın Maruf ve Munisa. Hadi Sayın Maruf yok. Bisa topan Mahmut. Ayo. Makan. Görmüyor Ali. Belas apa? Belas tiga. Mulia, mau sini. Oğlum böyle çalgıda senler çekişmedi ya. Vakti geldi diye. Bu ne böyle açmaya koyuyor? Benim baktım. Sen ne başladı? Üçüncü battı şuna. Bunu alayım ne olacaktı? Eh, Mahmut. Allah evet. Demek. Böyle 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 oldu. İşte o yüzden beri fly geliyor yaptı. Var.